Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'da. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jamul Fawaid min Jamil Usul ve Majmuat Zawaid nomli kitobining 5-tomi, ya'ni hadislar to'plamining 5-tomi. Soat setiq bölümünde kelib qolgandik, kagayadin davomlashtiramiz. Ariyat elish, mulkdan foydalanish haqqini umr bo'yi o'tinib berish va o'lgunga qadar o'tinib berish, baxsh qilish va hadiya berish. Abu Davudning rivoyatida Abdul Aziz ibn Rufay Abdullah ibn Saffan jamoatining bir qism kishilaridan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Saffan, senda qurolliroq bormi?" deb so'ragan edi. U ariyatgami yoki bekorgami dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ariyatga deganida Saffan 30 bilan 40 orasida qurol va savatni ariyatga berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurol bilan Hunayn g'azotida yurish qildi. Mushriklar mag'lub bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurol va savatlarni yig'dirgan edi. Uningdan bir qancha tepilmadi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Safvanga: "Biz bir qancha savatni yutirib qo'ydik, uni to'lab berayli" degan edi. U: "Yo'q ey Rasululloh, chunki bu bugun mening niyatim o kundagi niyatimdan boshqa" dedi. Tirmizining rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vidolash yajidki xutbasida oriyatga olgan narsa qaytarildi, kepil bo'lg'ish to'laydi, qarz to'lindi deganligini anglagan edim." Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Baxsh qilingan, tug'uti yaqinlab qolgan, atdiganda bir chelak, kechda bir chelak sut beradigan oqliq tuga va oqliq sog'liq ajab yaxshi sovg'ata." Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qandoq bir odamga va uning varislariga biror mulk umr bo'yi foydalanish uchun o'tinib berilsa, u shu odamning mulki bo'lib ketadi. Uni o'tinib bergichi qaytarilmaydi. Chunki uning o'tinib bergan narsasi mirosxo'rlik qilish hukmiga tushib qoladi." Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kimki biror mulkni ma'lum bir odamga va uning varislariga umr bo'yi foydalanish uchun o'tinib bersa, uning bu so'zi u mulkiga idoshlik qilish haqqini o'zi tashlaydi. Shunga u mulk uningdan umr bo'yi foydalanish uchun o'tinib berilgan odamning va uning varislarining bo'lib ketadi deganligini anglagan edim." Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ijozat bergan umr bo'yi foydalanish haqqini o'tinib berish deganimiz, bir odamning bu mol sana va sening varislaringga bo'lsin degan so'ziga qartilgan. Agar u odam bu mulk sen hayot yashagan muddatgacha sening bo'lsin desa, bu chaqda u mulk o'z egasiga qaytariladi." Ma'mar shundaq deydi. Zuhri mushnaq fatvo beradi. Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mol-mulkinglarni ching tutib o'zinglar qo'llaninglar, uni buzib chechayotmanglar. Kimki biror mulkni boshqa biriga umr bo'yi o'tinib bersa, o'tinib berilgan kishi mayli hayot yashasin yoki o'lib ketsin, u mulk uning va uning varislarining bo'ladi." Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mulkdan o'lgunga qadar foydalanish haqqini va umr bo'yi foydalanish haqqini o'tinib bermanglar. Kimga shundaq mulk o'tinib berilsa, bu uning varislari qoladi." Nasaining rivoyatida Ata mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mulkdan umr bo'yi foydalanish haqqini va o'lgunga qadar foydalanish haqqini o'tinib berishni to'sgan." Nasaining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mol-mulkinglarni biriga u o'lgunga qadar o'tinib bermanglar. Kimki shunday qilsa, u mulk o'tinib berilgan kishining bo'lib ketadi." Nasaining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Umr bo'yi o'tinib berilgan mulkning o'tinib berilgan kishiga oid bo'lib ketishi, shundaqla o'lgunga qadar o'tinib berilgan mulkning o'tinib berilgan kishining oid bo'lib ketishi joizdir. Bergan kishining bu narsa qaytilmaydi, qusqini yalgan kishiga o'xshaydi." Nasaining rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bilan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Biror narsani baxsh qilib bergan kishining uni yondirilishi durust emas. Faqat otining baliq bergan narsani yondirilishi durustdir. Biror narsani berib o'tib, ondan uni yondirgan kishi to'yg'is yegan, ondan qusqan, ondan o'z qusqini yalgan itga o'xshaydi."
Buxariyning rivoyatida Nu'man ibn Bashir mundaq deydi. Atam Bashir radhiyallohu anhu meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga ilib berib, men bu o'g'limga bir qo'lni berib etdim deganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamma bolalaring o'xshash berdingmi deb so'radi. Atam yo'q dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa uni qaytarib olgin dedi. Muslimning rivoyatida Nu'man ibn Bashir mundaq deydi. Atam menga bir qism melini sadiq qilgan edi. Anam Amr binti Ravaha radhiyallohu anha atamga sen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bu ishga guvoh qilmoqchi men rozi bo'lmayman dedi. Va shuning bilan atam menga bergan sadiqasiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni guvoh qilish uchun uning qishig'iga ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atamdan bolalaringning hammasiga mushunaq qildingmi deb so'rabdi. Atam yo'q deb javob bergan ekan. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringlarning orasida adil bo'linglar debdi. Shuning bilan atam darhol uyga qaytib kelib, menga bergan sadiqasini qaytarib oldi. Yana bir rivoyatda mundaq naql qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atamdan bolalaringning hammasiga o'xshash narsa berdingmi deb so'ragan ekan. Atam yo'q deb javob beribdi. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa meni guvoh qilgin deb zulmga guvoh bo'lmayman. Undaq bo'lsa meni guvoh qilmagan, men zulmga guvoh bo'lmayman debdi. Yana bir rivoyatda mundaq naql qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa mendan boshqa odamni guvoh qilgan. Bolalaringning yaxshilik qilishda sana o'xshash muomala qilishini xushliqlamdi degan ekan. Atam deb javob beribdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq ekan men guvoh bo'lmayman debdi. Malikning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu menga G'aba degan joydagi xurmasining 20 vasak uzilishini baxsh qilib bergan edi. U janoza oldida: "Ey qizim, mendan keyin sening va yashashing meni eng xushal qiladigan, nomratlik qilishing eng g'amgin qiladigan ishdir. Men senga xurmadan 20 vasak üzüb ilishingni baxsh qilgan edim. Agar uni üzüb ilib ig'darchilikga o'tib bo'lgan bo'lsa, sening bo'ladi. Biroq bugun u malda 2 o'g'il qarindishing bilan 2 qiz qarindishingning haqqi bor. Shunga qarindoshinglar ara Allohning kitobiga asosan bo'lishinglar dedi. Men: "Ey ata, uningdan ko'p narsa bo'lsa-mu cho'qim shunday qilaman. Ammo mening qiz qarindoshlarimdan biri Asma yana biri kim deb so'radim. U Xarijaning qizi Habibaning qo'risqitkisi. Men uni qizmikin deb o'ylayman" deb javob berdi. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ba'zi kishilar nim bo'ldi ekan tang ular bolalariga bir narsalarni baxsh qiladi. Ondan uni qo'lida tutib oladi. Agar ulardan birining shu bolasi o'lib ketsa, bu mol qo'limda, uni hech kim bermayman deydi. Navoda o'zi o'lib ketsa, bu mol o'g'limningdir. Men uni o'g'limga burulla berib etgan deydi. Kimki biror narsani baxsh qilib berib etsa, ondan baxsh qilingan kishi uni o'z ilkiga o'tkazib olmay turib o'lib ketadigan chaqda o'zining varisligini miras qoldirmoqchi bo'lsa, bu ishi inovatsizdir. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, Osman ibn Affan radhiyallohu anhu mundaq degan: kimki baxsh qilingan narsani o'z ig'darchiligiga o'tkazib olgandek yoshga yetmagan kichik bolasiga biror narsani baxsh qilib, buni shu bolaga bildirsa va shu narsani uningga berganligiga boshqalarni guvoh qilsa, navoda u narsaga u bolaning otasi ig'darchilik qilgan taqdirdami durustdir. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi. Kimki o'riq tuqqandarchilik o'zidan yoki sadiq berish niyatida biriga bir narsa bersa, uni qaytarib ola olmaydi. Kimki bir narsani uningdan bir narsa ta'ma qilgan asosda bersa, ondan u kishidan kutgan narsaga erishilmagan taqdirda uni yondirib olsa bo'ladi. Nasaining rivoyatida Amr ibn Shuayb otasi Abdullah ibn radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilgandan keyin o'rtirib xutba so'zida va xutbasida xotin kishining erining izini olmay turib bir narsani boshqa biriga berishi durust emas dedi. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb otasi orqali bo'lsin rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: er kishi xotinini amriga elib bo'lgandan keyin u xotin o'zining mulkini xohlagancha ishlatilmaydi. Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadiyani qabul qiladi va o'zini uning badaliga muvofiq shaklda hadiya qiladi. Tirmiziyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Paçaq chaqliq narsa hadiya berilsa-mu albatta qabul qilaman.
chaqirgan yerga albatta boraman. Tirmizining rivoyatida Iyaz ibn Imar mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir to'ga hadiya qilgan edim. U musulmon bo'ldi" deb so'radi. Men yo'q degan edim, men mushriklarning bergan narsani elishdan cheklangan dedi. Tirmizining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir arabiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir tishi botlaq hadiya qildi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning badaliga 6 tishi botlaqni uning hadiya qilgandi. Bu uning ochiqlandi. Bu ahvol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yo'liqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ketgan edi. U Alloh taologa hamd sana aytgandan keyin palani kishi menga bir tish to'ga hadiya qilgan edi. Men uning badaliga 6 tishi botlaq hadiya qilsam, u buning ochiqlabdi. Shunga men buningdan keyin Quraysh, Ansari, Saqafi va Davsi qabillardan bo'lmagan hech bir odamdan hadiya qabul qilmaslikni niyat qildim" dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki bir qarindoshiga ma'lum bir ishda shafaat qilgandan keyin, u qarindoshi uningga yaxshi bir narsani hadiya qilsa va uning hadiyasini qabul qilsa, jazoning eng cho'ng darajasiga kirgan bo'ladi." Abu Davudning rivoyatida Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men ahli sunnat deb atılıb qalğan sahabelərinin bir qismiga xat yezishni va Qur'onni o'qishni o'rgatgan edim. Ularning ichidan biri menga o'qiya hadiya qildi. Men bu o'qiya ancha pulga yarab ketmagidek, men uni Alloh yo'lida ishlataman. Shunga men cho'qim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i berib, undan bu narsani so'rab baxshim kerak" dedim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i berib: "Ey Rasululloh, men xat yezishni va Qur'on o'qishni o'rgatib qo'ygan odamlardan biri menga ancha pulga yarab ketmaydigan bir o'qiya bergan edi. Men uni elib Alloh yo'lida ishlasam bo'lamdi" deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bo'yningga o'tdan taqoq selinishni xohlasang, uni qabul qilgin" dedi. Tabaranining Al-Kabir'dagi rivoyatida Iyaz ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaqligini rivoyat qildi: "Men bir odamning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir ko'ra asal hadiya qilganligini va mening mahallamni himoyamga olgan deganligini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u hadiyani qabul qilganligini va uning mahallasini himoyasiga olganligini bildirib, uning bir parcha xat yozib berganligini ko'rgan edim." Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Boshliqlarga sovg'at berish xiyonatdir." Bu bab mishagish bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.